Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz izotermik jarayon. Mavzuyimiz quyidagi rejalardan iborat. Dastlab izojarayonlar haqida gaplashsak, demak, o'zgarmas gazning bitta parametri o'zgarmas bo'lganda, qolganlar orasidagi bog'lanishni ifodalovchi jarayonlar bular izojarayonlar deyiladi. Izojarayonlari mana 3 xil turi keltirilgan. Birinchisi izotermik jarayon. Izotermik jarayonda temperatura o'zgarmasi bo'ladi va shunga mos ravishda bosimni hajmga ko'paytmasi ham o'zgarmasi saqlanadi. Bu qonuniyatni Boyle va Marriott aniqlagani uchun Boyle-Marriott qonuni deyiladi. Misol keltirsak, temperatura o'zgarmasi holda, demak, gazni hajmini siqadigan bo'lsak, porshin ostidagi gazni, demak, shunga mos ravishda bosim ortadi. Ikkinchi jarayonimiz izobarik jarayon. Izobarik jarayonda bosim o'zgarmasi bo'ladi va shunga mos ravishda hajmni temperaturaga nisbati ham o'zgarmasi saqlanadi. Bu qonunni Geyl va Lyusak aniqlagan uchun Geyl-Lyusak qonuni deyiladi. Misol keltirsak, masalan, gazni ochiq idishga isitsak, demak, ochiq bo'lgani uchun bosim o'zgarmasi bo'ladi. Temperaturasi ortgani hisobida hajmi ham ortadi. Uchinchi holat izoxorik jarayon. Izoxorik jarayonda hajm o'zgarmasi bo'ladi va shunga mos ravishda bosimni temperaturaga bog'liqligi ham o'zgarmasi saqlanadi. Bunga misol qilib, germetik yopilgan metal ballon ichidagi gazni isitsak, uning hajmi o'zgarmaydi. Temperatura ortishi esa bosimning ortishiga sabab bo'ladi. Demak, Boyle-Marriott, demak, temperatura o'zgarmasi bo'lgandagi, ya'ni izotermik jarayonni aniqlagan. Bunda, demak, gaz holati o'zgaradi, ammo temperatura o'zgarmasi saqlanadi. Bu qonuniyatni, demak, Boyle va Marriott tajribalari asosida aniqlagan. Shuning uchun Boyle-Marriott qonuni deyiladi. Bu, demak, temperatura o'zgarmasi bo'lsa, bosimni hajmiga ko'paytmasi o'zgarmasi saqlanadi va ular orasidagi munosabatni grafik usulida tavsiflaydigan bo'lsak, bosimni hajmga bog'liqligi shunaqa ko'rinishdagi egri chiziqli izotermalarni hosil qiladi. Bu yerda ikkita izoterma keltirilgan, ya'ni T2 temperaturadagi chiziq, demak, T1 dan katta va temperatura ortishi bilan izoterma chizig'i shunday yuqoriga qarab ko'tarilib boraveradi. Mavzuga doir masala ishlaydigan bo'lsak, masalani shartini o'qiyman. Ideal gazning dastlabki hajmi 6 litr bo'lgan. Izotermik siqilish natijasida gaz hajmi 4 litrga kamaydi. Gazning bosimi necha marta o'zgarganini toping deyapti. Demak, bizning formulamizda bosimni hajmga ko'paytmasi o'zgarmasida. Shundan, demak, nisbatni oladigan bo'lsak, P2 taqsim P1 V1 taqsim V2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bosim hajmga teskari proporsional. Demak, P2 taqsim P1 V1 taqsim V2 6 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Nisbat 1,5 ni beradi. Demak, gaz bosimi 1,5 marotaba o'zgarar ekan. Uyga ishlab kelishlari uchun masalalar keltirilgan, 5 ta masala. Bu piktogramma metodi yordamida biz darsni mustahkamlab olishimiz mumkin, ya'ni rasmga qarab mavzuni gapirib berishingiz kerak bo'ladi buning uchun. Bundan tashqari nazorat savollari keltirganman. Bugungi ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Masalalarni ishlab nazorat savollariga javob topib kelasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.